Bugun sizlar bilan morkovka tayyorlaymiz. Birinchi navbatda sabzilarni yaxshi qilib archib, yuvib olamiz. Keyin cho'rqa shunaqa katta bo'lgan cho'rqadan o'tkazib, mana bu yerda 2 kilocha sabzi, 2 kilo sabziga 2 dona chesnak ishlatdim. Xohishga ko'ra ishlatish mumkin. Zemli pripravalar, mana bu yerda paprika, qalampir, tuz hamda uksus, ozgina shakar so'salarini bo'ladi. Hammasini o'lguncha aralashtirish kerak. Faqat yaxshi qilib aralashtiramiz hamda shularni 150-125 grammdan paketiklarga joylab qo'yamiz. Bu usul bilan bemalol daromadga kirishlari mumkin. Ayniqsa uy bekalari, uyda o'tirgan yosh bolali onalar uchun mos keladi. Juda ham ko'p vaqtingizni ham olmaydi. Hammaga rahmat. Bugun sizlar bilan morkovka tayyorlaymiz. Birinchi navbatda sabzilarni yaxshi qilib archib, yuvib olamiz. Keyin cho'rqa shunaqa katta bo'lgan cho'rqadan o'tkazib, mana bu yerda 2 kilocha sabzi, 2 kilo sabziga 2 dona chesnak ishlatdim. Xohishga ko'ra ishlatish mumkin. Zemli pripravalar, mana bu yerda paprika, qalampir, tuz hamda uksus, ozgina shakar so'salarini bo'ladi. Hammasini o'lguncha aralashtirish kerak. Faqat yaxshi qilib aralashtiramiz hamda shularni 150-125 grammdan paketiklarga joylab qo'yamiz. Bu usul bilan bemalol daromadga kirishlari mumkin. Ayniqsa uy bekalari, uyda o'tirgan yosh bolali onalar uchun mos keladi. Juda ham ko'p vaqtingizni ham olmaydi. Hammaga rahmat.